Xullas qarindoshlar, tep-tekis yozilgan qiymaga o'rtasiga xamirni qo'yib chiqib, qiymani xuddi shunaqa xamirga o'rab olib, bir rov yog'da qovurib oladigan bo'lsak, shunaqa bay narsa bo'lar ekan deb buni qaranglar. Voy, buni ko'rib ishtahalarim ochilib ketdi-ku. Endi esa o'xsharmikan-a? deb turib, aynan mana shu retseptni sinab ko'rishni boshladim qarindoshlar. Tayyor xamirni olib, chin bozor do'konimizdagi o'qlov bilan shunaqangi tep-tekis qilib yoyib chiqdim. Mana shunaqa chiroyli xamir yoyganimni ko'rib, tochni kuyov qilaman degan xolalar ko'payadi. Qarindoshlar, xamir yoyildi. Ana endi tortni krem uchun mo'ljallangan qopchaga qiymani solib, qiymani xamirni o'rtasiga xuddi shu ko'rinishda solib chiqdim. Mushu boqadigan qarindoshlar, sizlar shu joyini ko'rmaganinglar ma'qul. Xamirni o'rta joylardan kesib chiqib, prosta o'rakansizlar bo'ldi qarindoshlar. Juda bir oson narsa ekan-ku bu. O'zi ham qo'li guldek qarindoshinglar bor, sizlar bilmaysizlar-dek. Qarindoshlar, muhim yangilik, chin bozor do'konimda hozirda juda ham katta chegirmalar ketmoqda. Chegirmalarni ko'rish uchun profilim shapkasidagi aynan mana shu link orqali chin bozor Telegram kanalimga o'tib oling qarindosh. Retseptga qaytadigan bo'lsak, aynan mana bu janavarlarni bir rov qizigan yog'da qovurib oldim qarindoshlar. Ko'rinishidan xuddi saskali bo'lishkiga ham o'xshab ketar ekan lekin. Shunaqangi mazali hid chiqyapti, u yoq buyog'i yo'q. Rosa shirin hid kuyganidan keyin chiqayotgan ekan-de. Xullas, endi eng asosiy daqiqalar qarindoshlar, degustatsiya joyi. Qarindoshlar, shunaqangi mazali narsa bo'lar-kan. Voy, mazzasiga gap bo'lish mumkin emas. Ha, buni umuman ovqat qilishni bilmaydigan kelinlar ham bemalol tayyorlaydi-yu. Xullas, rosa zo'r o'xshadi qarindoshlar. Obязательно uyda sinab ko'ringlar.